Bahorning ilk ko'katlari qishdan chiqqan tanadagi shlaklarni tozalaydi, quvvat beradi, sog'lomlashtiradi. Qahatchilik yillarida bu giyoh ochlikdan qiynalgan ko'plab insonlar hayotini saqlab qolgan. Qishdan amallab chiqqan odamlar dastlab qo'qi o'tdan, so'ng bahorning boshqa quvvatbaxsh o'simliklaridan to'yib yeyishgan. Tabobatimizda qo'qi o't qadimdan foydalaniladi. Yevropa xalq tabobatida qo'qi o'tni tiriklik eliksiri, rus xalq tabobatida rus jensheni deb atashadi. Qo'qi o'tning ildizi va yangi barglari gullashdan avval 1 soat davomida sovuq suvda tindiriladi va kamqonlikda, sil kasalligida, qandli diabetda, yurak tez urishi, jigar va o't qo'pi kasalliklarida, gemoroyda ichiladi. Yangi o'zilgan qo'qigul bargining shirasi kamqonlik, quvvatsizlik va ko'krak sohasi og'rig'ida yaxshi davo bo'ladi. Barglardan tayyorlangan ko'katli salat odamni tetiklashtirib, ish qobiliyatini oshiradi. Qo'qigul ekstraktlari organizmning jismoniy zo'riqishga chidamliligini oshiradi. Muskullarda sut kislotasi yig'ilishini kamaytiradi. Qo'qigul ildizining ekstraktlari radioprotektiv, ya'ni radiatsiyaga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Qo'qi o't antimutagen, qo'qi o't ekstraktlari esa antioksidant xususiyatga ega. Qo'qi o't gepatit 1 virusiga va boshqa viruslarga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Qo'qi o't ildizi stafilokoklarga, ko'k yiring tayoqchalarga, ichak tayoqchalarga qarshi antibakterial ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, qo'qi o't ildizi zamburug'larga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Qo'qigul bargi va ildizi yeyilganda ichakdagi dumaloq gijalarni, ya'ni nematodalarni o'ldiradi. Qadimgi tabobatda aytilishicha, qo'qi o'tni iste'mol qilganda yaxshi qon hosil bo'ladi, oshqozon haroratini kamaytiradi, jigar va taloq tiqilmalarini ochadi, jigar shishlarida yordam beradi. Zamonaviy xalq tibbiyotida qo'qigulning yangi barglari isitmada, ishtaha ochuvchi sifatida, yallig'lanishga qarshi, sarg'aymada, gepatitlarda, xoletsistitlarda, qandli diabetda, siydik yo'llari yallig'lanishlarida, sil kasalligida iste'mol qilinadi. Ilmiy tibbiyotda qo'qi o'tning spazmolitik, ya'ni og'riq qoldiruvchi, surgi, oshqozondagi kislotali muhitni oshiruvchi, yallig'lanishga qarshi, o'smalarga qarshi, gepatoprotektiv, antisklerotik, siydik haydovchi, gipoglikemik xususiyatlari aniqlangan. Qo'qigul haqida to'liq ma'lumotni keyingi videolavhalarda namoyish etamiz.